umraga borganlar, hajga borganlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning Ravza-i Sharifini ziyoratiga borib salom bergani kirib ketgan paytingizni eslayinglar. Rasulullohning Ali Bobus salom eshigidan kirib kelasiz. Chap tomonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabri, Abu Bakr Siddiqning, Umar ibn Xattobning qabrlari. Assalomu alayka ya Rasululloh degan paytingizni eslayinglar birinchi marta. Bu dunyodan uzilganmisizlar? Boshqa dunyoga kirib qolgan bo'lganmisizlar? Ana shu iymonning halovatini bir ko'rinishi. Tashqariga chiqqaningizdan keyin siz boshqa odam bo'lgansiz. Bilasizmi? Eslayapsizlar shu tuyg'uni? Ka'ba-i muazzamani birinchi marta ko'rganinglarda eslaylar qanaqa holatga tushgansizlar? Boshqa dunyoga kirib qolganmisizlar? O'zingizlarni unutib qo'yganmisizlar? Ana shu iymonning halovatini totgan lahzangiz.